abituriyentlar, 41-savolda quyidagi ishladik. Ya'ni alken bromdan to'liq reaksiyaga kirishadi. 11,2 litr uchun 160 gram kirish deyilyapti. 320 gram, ikkitasinikiga 320 gram brom uchun 22,4 litrda alken to'liq bromlangan deb olishimiz mumkin. Endi shuncha miqdordagi, shuncha hajmdagi uglevodorod yonishda 61,6 litr kislorod sarflandi deyilyapti. 22,4 litr uchun shuncha hajmdagi deyilyapti. 61,6 litr sarflansa har qanday gaz 1 molga 22,4 litr namashaydi degan endi. Ya'ni 61,6 kelib chiqadi. 61,6 ni 22,4 bo'lsa 2,75 mol to'g'ri keladi. 1,n tayinlaganimizda 1,5 n minus 0,5 tushgan, shunda 2,75 deb topadigan bo'lsak, 0,5 ni qo'shib 1,5 ga bo'ladigan bo'lsa, bunda n ni qiymasi 4 kelib chiqdi. Demak, tarkibida 4 ta uglerod saqlagan uglevodorod, ya'ni alken bu butinga to'g'ri keladi. S4H6 bo'ladi. Javobimiz mana S javob oldik. Keyingi savol 42-savol. Demak, 10 litr metan 1500 gradusgacha qizdirilgandan keyin gazlanishmasining hajmi 15 litrgacha teng bo'ldi. Gazlar bir xil sharoitda o'lchangan bo'lsa, reaksiyaga kirishgandan keyingi gazlanishmasini metanning hajmi ulushini aniqlang deyilyapti masala sharti bo'yicha. Demak, bolalar, 10 litr 1500 gradusgacha qizdirilgan. Bolalar, dastlab 10 litr edi, keyin 15 litrgacha teng bo'ldi. Kamayish qanchaga bo'ladi? 10 litr edi, 15 litr bo'ldi. Demak, umumiy gaz hajmi 5 litrga ortgan bo'ladi. Mana dastlab 10 edi, 15 litr bo'lib qolsa, bu 5 litrga ortgan bo'ladi. Demak, metan 1500 gradusda qizdirilgan. Bolalar, nimani hosil qiladi 1500 gradusda? Asetin plus vodorodni hosil qilardi. Demak, reaksiyani tenglab qo'yaman bolalar. 2 mol qo'ysam reaksiyamiz teng va vodoroddan 3 qo'ysam reaksiyamiz teng ekan. Endi biz masalan sharti bo'yicha kamayish ortish 5 litrga deyilyapti. Bolalar, kelinglar, mana hosil bo'lgan koeffitsiyentlarni 1 mol uchun 1 litr deb olaylik. 2 mol uchun 2 litr, 1 mol uchun 1 litr, 3 mol uchun 3 litr bo'ladi. Hosil bo'lgan gazlanishma jami 4 litr, dastlabki qizdirilgan hajmi esa 2 litr. Endi ortish qanchaga bo'ladi deb topamiz. Chunki mana bu jami qo'shsanglar 4 litr, 2 litrdan 4 litrga o'tyapti deb hisoblaydigan bo'lsak, bunda ham 2 litrga ortgan deyilyapti. Masalan, sharti bo'yicha 5 litrga ortganda, xo'p, vodoroddan qancha, asetindan qancha, metandan qancha hisoblab olamiz. 5 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsanglar 7,5 litr. Xo'p, 5 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsanglar 2,5 litr va 5 ni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsanglar yana 5 litr bo'ladi dastlabki metanimiz. Endi jami qo'shaman. Jami qo'shganimda aytib o'tganimizda 15 litr bo'lib qolgan. Hozir bu gazlar aralashmasi. Biz masalan sharti bo'yicha gazlar aralashmasi metanning hajmi ulushini top deyilyapti. Metanimiz mana 5 litr bo'ldi. Jami hosil bo'lgan aralashma 15 litr edi. Mana shuni biz 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, 5 litrda qancha deb hisoblaymiz? 5 ni 100 ga ko'paytirib 15 ga bo'lsak, 1/3 deb hisoblasak ham bo'laveradi. Qancha bo'ladi? 33,3. Javob bormi? Bejavob. Javobimiz bor ekan 33,3%.